Ben bir adli fuqaro, mesela ben oliy maktab bitirgan. Bu Xitoylar burundan deydig'ini Uyg'urlar qaloq millat, do't millat. Şunu bu haqni yo'qotib o'tish kerak, naslni quritish kerak. Qarasi yotqini yotqan shu etizda yoki bir bulungda to'rt o'shiqni ko'tarib deb. Amaliyotda meniki bishimda o'tgan apisam, masalan biz o'tir maktab vaqtimizda turdi Tuniyaz deydigan bir o'qituvchi kelgan, shu nimadan kelib oliy maktab bitirib kelibdi, bizning sinfni qo'lga olib matematika bitirgan odam kim bu? Shu 5 yil jarayonida shu qadar chin tutib o'qitdiki bizni. Matematikada bizning ben Ürümçi tecrübe ortada qo'ygan bu Abdum rayon bo'yicha eng nuqtaliq o'tir maktabimdi. Aşağıda mı Xitoyning eng oliylari, eng aqlliqlari o'qiydigan maktabimdi. Bu yerda biz shu 5 yil tirish orqali shu bir tajriba sinfi va Xitoyniki matematikada eng ilg'or sinfi. Shu sinfni biz yengan. Bizning sinf shu Xitoylarni yengan matematikada. Şu çağda Abdum rayon bo'yicha bir g'ulg'ul bo'lib ketgan. Mundami Uyg'urlar bor ekan deb. Amaliyotda biz odatdagi bu Uyg'urlar edik. U yerda yengandan keyin Bejingga borib oliy maktabda o'qidim. Bejing pedagogikada o'qish jarayonida biz yana 20 bola Uyg'urlar bir sinf bo'lib o'qigan. Oshadimi? Xalqarada shu matematikada ruslarni, Xitoylarni matematikada eng oldida mangdi deydi-ku. Oshadimi biz Xitoyni yangdiq yana matematikada. Hayron qoldirgan. Shuning eskigidan bu Uyg'ur asli şu kadar akıllı millet. Mesela sizniki mi okuş jarayoningizda bir diksiyingizni oldimmi dedi aldım. O'sha falsafa fanlarida o'qishga belgiyadimi, bir yerda o'qiyotgan vaqtingizda sinfingizda bir Xitoylar olmuş. Kelganda bir xil ko'zga ilmos nazarda qarab sizga sen mushu olimga falsafa mushundoq bir murakkab fanda biz bilan o'qidik bir keldingmi deb bir masxir qilibdi. Ammo sizmi bir necha yil o'qishdan keyin amaliy natijamiz bilan bu Xitoylarga nihoyat yaxshi javob berib ekansiz. Demakki, Uyg'ur asli bir isl millat, bir aqlli millat. Faqatla shu vatanimizni qo'ldan berib qo'yganimiz uchun, asorat qilganimiz uchun biz ko'z yumay tillaydigan mang Xitoylar, manglur Xitoylar bizni shundoq do't millat, maynat millat, yana buni maynatlik, aqlliq jihatda Xitoy bizdan qo'limizga suv qo'shib beramaydi. Mening hayotim bo'yicha his qilganim. Ammo sizning kitobingizda yozgandek psixologiyalik urushlar Uyg'urlarni shu har xil burmilgan tarix va yoki siyosiy atalg'ular bilan tillab haqoratlash orqali Uyg'ur orasida bir xil qo'rqinchli ideyani shakllantirib qo'ydi. Ya'ni Uyg'urlar orasida haqiqatan biz yarmas millat. Rost-ku biz Xitoydan do'tqu. Biz ularga yetmaymiz-ku. Fan texnikada eshitmamiz yo'q. Ya bir göz görüngen doktor ya bir alimlerimiz yok. Hatta bir dezmal, bir ünal yasayamaymiz. Biz dört oğandayken gıt kısıp nenimiz niyeyli deydiğen bir korkunçluk bir ideyani şekillendirip koygan. Vatanda şundaq değil ama chet elga chiqib ben az bo'lmagan Uyg'urlar orasida mushu korkunçluk ideyaniki hukm surayotganligini ko'rib, bakmi qo'rqima, bakmi ko'nglim yerim bo'ladi. Sizning endi mushu ideyadagi Uyg'urlarimizga deydigan ko'ngil so'zlaringiz bo'lsa anglasak, Mehmet efendim. Bu men bu jihatda yamanjiq yaqinda maxsus shu Uyg'urlarninki tafakkuri to'g'risida bir kitobni yozayotgan. Bu kitobni men keyin qat'iyam to'g'risidagi psixologiya mashhurligi endi mushabirga deydi. Endi shu Uyg'urlar psixologiya urushining davomi sifatida Uyg'urlar qat'iyamda degan kitobni ikkinchi kitobimni yozib taqdirgan buni butun nemisda o'qib bo'ldim. Buni men nashriyat bilan so'zlashib yaqinda nashr qilmoqchi. Bu faqat 3 yillik bizning beshimizda o'tgan ahvolni yana psixologik jihatdan boshqa usullar bilan, yangi usullar bilan analiz qilish atalgan bir kitob bu. Endi meni bundan burun yozayotgan kitobimda shu Uyg'urlarninki tafakkur odatida men nurg'un narsani bayqadim. Hamda bunida yaxshi narsalar bor, men bayqagan yomon narsalar bor. Yaxshi narsalarninki bir yeri nima degan vaqtda Uyg'urlarning tafakkurininki intayin murakkab bir millatning tafakkurini bir nima demak, nihoyatda bir qiyin bir ish endi.
Ama mustamlikaga tushgan bir millatninki ma'rifininki cho'qim mustamlika ma'rifi bo'lganligi intayin aqalli bir ish. Ikkinchisi mustamlika millatning ma'rifininki cho'qim mustamlika uchun xizmat qildirilganligidan iborat bu paket hammamiz biladigan bir narsa endi. Bu nima emas bu. Anadaki bizdeki ma'rif şaraitlerimiz ve ma'rifimizga silingan shu silinmalar ve başka jihatlar Xitoylardan g'oyat zo'r bir farqli shakllanadi. Ammo shunday bo'lsa-mu, bizningki yana ma'rifda yana chet ellarga chiqib o'qiy olishimiz, o'zimizning kasbiga ma'lum natijalarni qozona olishimiz, shunday vatandoshlarga ma'lum ishlar qila olishimiz haqiqatan oson emas. Biz başqalarga qaragan vaqtda necha assa kuch sarf qilishga majbur bo'lib ekanmiz. Bu shunday bo'ldi. Endi Uyg'urlarningki umumyuzlik shu aqllilik darajasi, endi dunyoda aqllilik darajasini o'lchaydigan narsa faqat bu yerda aql koeffitsient degan bir narsa bor. IQ deymiz inglizcha buni bilasizlar. IQ'ningki Uyg'urlar ichida elib qanchalik IQ'sining borligini men bilmayman Uyg'urlarning IQ'sining qanday. Ammo Xitoylarningki IQ'si haqiqatan dunyoda oldin o'rin turdi. Masalan Xitoylarningki odatda 106 kam. Hatta ba'zi yerlarningki masalan Jiangsu'ningki 110 necha bo'lgan ekan. Bu dunyoning o'rtacha nimasi 106 danmi alqagan bir nimada. Demak Xitoyningki dengiz bo'yidagi shu Şarq deniz boyu rayonlarındaki IQ'larınki ahvali aqllilik koeffitsiyenti faqat yuqori bo'ladi ekan. Qatorliqlar. Uyg'urlarninki ko'p elittirganini bilmayman, ammo Uyg'urlarninki boshqa millatlarniki desak, masalan, O'zbeklarninki bo'ladi ekan, Qozoqlarning bo'ladi ekan, Mo'g'ullarning bo'ladi ekan, qatorliqlar shu 100 dan atrofida chiqadi ekan. Demak, Xitoyda sal nimarak o'tirib tursin. Ammo mustamlikalarning o'zida bizningki ma'rifimizningki taraqqiyotini asos qilamiz. Ammo Uyg'urlarningki mustamlika sharoitini bahona qilib olish orqali ma'rifda bilim egallamaslikka yoki o'zini ilmga atamaslikning o'zi bu bizniki o'zimiz topgan bir mag'lubiyatning ifodasidir. Chunki bizdek asarat qilgan bir millat haqiqatdan o'rganishimiz, haqiqatdan tirishishimiz bizni asaratga tushirgan millatdanmi nechasi tushishimiz kerak. Chunki biz ma'lum jihatdan dunyoda bilim orqali o'zimizni qutqiza olamiz. Mana hozir Adrian Zeniz dedi o'tganda Uyg'urlarningki qatliamininki dunyoninki kun tartibiga kelmasligininki yana bir sabablaridan birisi Uyg'urlardagi ilm egallarining oz bo'lishi va ularningki iqtisodiy kuchdan ojiz bo'lishi mumkin dedi. Bu intayin to'g'ri gapimiz bu. Hamda biz chet elga chiqsak, bo'ladimi shu mening Turkiyaga nazar solsam, nurg'unlagan kasblar bor bizda. Biz o'rganadigan dunyoda kasblarga o kadar jiqlab ketdi. Ammo ma'riflashish, bu kasblarni o'rganish intayin oz. Odamlarimizning diqqatini qo'zg'aydi. Uning ustiga meni tushunmaydigan intayin ko'p sonli odamlarningki ilohiyatshunoslikni yoki boshqa shayotdagi kasblarga bo'lgan qiziqishlik haddan ziyod ko'p bo'lishi. Ben bunu hata demeyemedim ama hadden ziyade köp de var. Anadaki chet el tilini bilish, bilgan bilan uni texnik ilgarilar, bo'lib g'arb tillarini bilish va uni texnik ilgarilar g'arb ilm fanlarini ishlatish bu jihatda bizning millat yanada intayin aql turmiz. Mesela bizdeki hazır Xitoy bilan surishtirgan vaqtimizda masalan Xitoydan qachoniki biz qutulamiz deyotganmiz, bu qutulishninki eng chong kuchning birisi ilm bo'lish kerak. Bu qatorliq qatliamlar bizning ziyolilarimizningki kuchining qanchalik o'rtaga chiqib qoldi. Biz ne sun'iy amra orqali Xitoyning kichik narsa qilamidik, ne hackerlik orqali Xitoyningki torlarini davlat ishlik narsani buzg'unchiligini qilamidik, yoki boshqa bir usullar orqali ilm-fan usullar orqali dunyoda ko'zga ko'rinib bir Uyg'ur babo degan ilm-fan nimasini qilamidik, o'tirib chiqaramidik. Hatto Turkiyadami Uyg'ur desa, masalan deydi, Turkiyadagilardan ahvol so'rasam, Turkiyalik ahvol desam, masalan, Uyg'urga vakillik qiladigan bir imaj yo'q Turkiyada. Masalan, Turkiyadagilar o'zininki ilm fandagi eng chong odamini kim deb qaraydi degan vaqtda Aziz Sanjarni ko'rsatdi. Hammamiz bilamiz. Hozir Aziz Sanjar mukofoti bor. Bugun
Prezident Erdoğan bu mükafat doğrusa sözledi degan taqa. Hmm. Demek Nobel mükafatına erişken bir adamı bağlılar. Mesela en adısısı. İlim bende. Ama bizde aşırıda Nobel mükafatı başlarında adamlarımız çıkan yakın kıyam olsa o vakitte aş adamlarımızınki bir ilmi bizge bir obraz olsa milletin ilim ben adamı milletin obraz olsa o vakitte bizim ahvalımız başlı olacaktı. Çünkü insanınki kallısa şunda bir taraflık var ki ular set adamga set adamdan qabul qilinadi lekin dört adamdan qabul qilinmaydi. Yoki ta'kid etsam, ular set adamninki fojiaga uchrashiga yana azroq qutuldirdiki, ammo dört adamdan fojiaga uchrashishni o'zidan beshiga kelgan falokatda ko'p hollarda ko'rilmaydi. Agar biz o'zimizningki bu deganlikning o'zi butun narsa bu bizni aql hukmimizdan bo'lgan ish emas. Ammo shuning uchunmi biz o'zimizningki bir madaniyat yaratgan, ham madaniyat yarata oladigan bir millatligimizni o'rtaga chiqarsak, u vaqtning o'zida ma'lum jihatdan dunyoning Uyg'urlarning ishiga bo'lgan qiziqishi va Uyg'urlarning ishini bo'lgan ta'qirsizlik tuyg'usi texnidan oshgan bo'ladi demoqchiman. To'g'ri. Şuna gepim qaytib kelsam, Uyg'urlarningki agar kelgusidagi eng cho'ng bizga o'xshash, yana bir shaq nuqtalar bor, men bu to'g'ri to'xtalmay, ammo eng cho'ng nuqtalarning birisi nima deganimni bu gapni jiqtab ketdim. Bizningki butun nimamiz yo'qotilgan ahvol ostida chet eldagi Uyg'urlarningki eng cho'ng yo'qotmayotgan bir narsamizdan birisi bizning kallamiz. Bu bo'shliqda biz o'zimizni qaytadan qurib chiqishimiz kerak. Bu boşluqni haqiqatan rivojlantirgan va bu boşluqni taraqqiy qildirgan narsa ma'rif. Ma'rifdan boshqa ulug' bir kuch yo'q. Bularni bizga o'xshash mustamlika uzun yil tushgan bir millat uchun ma'rif bilim egallashning yo'li emas, balki o'zini qutqizishninki, o'zini qurollantirishninki va keyingi avlodlarni texnikan uzoq so'ziladigan bir uzoq bir mujodalaga tayyor qilishninki intan muhim bir yo'l bo'ldi. Ma'rif bularning ustida bizdeki bu ma'arifninki hozirgi ahvol aslida g'arb davlatlari bo'lsin, Turkiya bo'lsa, boshqa yer bo'lsin, o'zimizning qo'lda emas. Bunda bo'lishini intan qiyin. Mushundaq ahvol aslida qanday qiyin vaqtda mush ma'rifni o'zimizning mavjudligininki hozirgi asosli masalalarga yondashtirib ma'ndira olamiz deyishni intan qiyin. Ana lekin biz Uyg'ur tilimiz masalamiz va qatorliqlar. Demak, hepimiz yig'ib kelsam, Uyg'urlarninki aqlliq bo'lmasligi men uchun ancha muhim emas, ammo Uyg'urlarningki ma'rifda qanchalik tarbiyalanib o'zi olgan bilimni amaliyotda ishlatilmasligi men uchun intan muhim. Men uchun natija muhim, ammo men hozirgidek Uyg'urlar aqlliq millatni yoki dot millatni manda samoviy qarashlarga endi bakchiq qiziqmayman. Qiziqligini nima qila olamiz? To'g'ri. Qanchalik bilim egandik, buni nimalarga ishlata olamiz? Bunda bir narsa meniki hozir qiziqadigan bir nuqtam bu.